Qilig'i rangidan ham sovuq, chirimishi bolalar bo'ladi bilasizlarmi? O'ta qo'pol hazil qiladigan bolalar bo'ladi-yu. Bizda ham borda shunaqasi, bular o'ylashmaydi ham. Bu ushlash bo'lsa nima bo'lar ekan bu qilgan hazilimga deyish ham yo'q, tushunyapsizlar? Hayotda baqateratadan topishib olgan. Bir baxtsiz hodisa bilan ham yuzma-yuz kelmaydi bu bolalar. Bir mashina urib ketib, koronavirus ham kelib, bu bolaga tegish mayli, mana shu bolaning hurmati mahallasida ham bitta koronavirus bo'lmadi. Umuman unaqa narsaga uchramaydi. Hozir ham bitta qo'pol hazil qilgan. Bitta oshnamizga qiz bola akani tochish 3 oy gaplashdi. 3 oy. Tasavvur qilinglar, 3 oy ham gaplashamiz. Panetlar qildirgan uning ichida. Muborak chorshanba tongida haqiqat qaror topib qopti, endi ona bola o'tiribdi siqilib. Depressiya, odam depressiyada turganda nima qilyapsan, sen ayta olmaydigan xuddi shunday bo'lar ekan. Xiyonatda odam deb tasavvur qilsanglar, buni xiyonati bir ayasi yo'q, tushunyapsizlar? Chunki bu ayta olmaydi, qizini tashlab ketdi olmaydi, buni qizi bola tashlab ketmagan. Ko'zi qip-qizil qonga to'lib qolgan o'tiribdi. Qayrag'ashdan qamchi qilar, ash qo'shiq eshityapti. Qanday unut? Yo'q, eshita olmaydi qo'shiqlar.